Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammaga xayrli kun. Yaxshi dam oldingizlarmi? Hurmatli guruhdoshlar, vatandoshlar. Ana zig'ir yog'iga buxorocha osh qilamiz. Kechagi oshimiz kecha tugavdi, yetmay ham qoldi. Bugun yana yangidan mana yangi yana sho'rvalar. Bunisi balazan qilib qilamiz. Buxorocha qilib bugun nasib etsa bu ham bir yangilik. Ana zig'ir yog'i. Bunisiga sho'rpa qaynayapti. Ana go'shtlarimiz sveji. Kelaverasizlar. Bunisiga jiz qilamiz nasib etsa mol go'shtidan. Biz xizmatga kelinglar. Avtovokzal. Sovetskida avtovokzal yonidagi halal choyxonaga. Ana go'shtimiz solonlik. Gurunjimiz Xorazm lazer gurunji. Ana sho'rvamizda qaynayapti. Oshimizda piyozlarni solonlik. Hurmatli guruhdoshlar, ana bugundan boshlab mantili ham bo'lyapti. Ana buni go'zalligini qarang. Ana voy voy, kelaveringlar. Narx qancha buni? 5 tasi 330 mi 50 mi shuda. Kesangiz bilib olasizlar o'zingizlar. Kela mantilarini zo'rg'ilabdi. Mana oshimizda sausini ham solib oldik. Soat 10 ga tayyor bo'ladi. Nasib 10:30 ga. Sho'rvamiz ham sekin qaynayapti. Suyaklarimiz qaynayapti bu yerda. Hammasi bu yerda o'tingan. Original. Vot. Gaz yo'q bu yerda, hammasi o'tingan. O'tiringlar ana. Bunisiga ham. Oshimiz ham tayyor bo'ldi. Sotishni boshladik ana zig'ir yog'iga. Xorazm gurunchlariga pishgan osh. O'zimizning buxorocha usulda. Ana go'shtlari. Saboyga hozir bitta osh beradilar, hozir beramiz uni ham. Ana saboyga ana osh. Porsiya zo'r. Bir kishi bemalol to'yib tamom qoladi. Ana qiyma shashligimiz ham tayyor bo'ldi bugundan. Qo'y go'shtidan kuskovoy shashlikda tayyor. Ana birinchi pochini 2 ta zakaz oldik. Ana oshimiz kelinglar. Katta tarelga 400 gram. Ana balazan naqatimiz ham tayyor bo'ldi. 1 kilo naqatga 2 kilo go'sht solingan. Ana. Xuddi o'zimizning Buxoroning halisasiday bo'lgan. Bir kosasi buni ham shu hamma ovqat qatori 300 rubl. Kelaveringlar. Juda tuyumli ovqat.